Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Siz Auto View Hub kanalidasiz. Bugun biz ko'pchilik kutayotgan, ammo hamon sirli bo'lib turgan avtomobil haqida gapiramiz. Quloq soling, chunki agar videoni o'tkazib yuborsangiz, qimmatli ma'lumotni boy berasiz. Bugun biz Chevrolet Cobalt 2026 haqida gapiramiz va oxirigacha eshitsangiz, fikringiz butunlay o'zgarishi mumkin. Tasavvur qiling, tong sahar, shahar uyg'onmoqda. Yo'llarda sokinlik. Va shu sokinlikni yangi avlod Cobaltning mayin dvigatel ovozi buzadi. 2026 yilgi Chevrolet Cobalt tashqi ko'rinishidan boshlab ichki his-tuyg'ularingizgacha ta'sir qilishni maqsad qilgan. Old panjaradagi yanada keskin chiziqlar, zamonaviy faralar va aerodinamik shakl, bularning barchasi uni oddiy sedan emas, balki o'z xarakteriga ega avtomobilga aylantiradi. Ammo haqiqiy sehr eshikni ochganingizda boshlanadi. Salon sizni sokinlik va qulaylik bilan qarshi oladi. Yumshoq materiallar, ergonomik o'rindiqlar va haydovchiga moslashtirilgan boshqaruv paneli. Bu yerda hamma narsa siz uchun ishlaydi. Multimedia tizimi kattaroq ekran bilan keladi. Smartfoningiz bilan tez ulanish, ovozli buyruqlar va real vaqtda ma'lumot beruvchi displey. Bu mashina sizni eshitadi, his qiladi, go'yoki. Xavfsizlik masalasida esa Chevrolet 2026 yilga befarq qaragani yo'q. Kutilayotgan funksiyalar orasida avtomatik tormozlash, yo'ldan chiqib ketishni ogohlantirish, orqa kamera va bir nechta xavfsizlik yostiqchalari bor. Bu faqat temir emas, bu sizning oilangiz uchun qalqon. Shuni unutmang, agar videoni o'tkazib yuborsangiz, qimmatli ma'lumotni boy berasiz. Endi yurakni tezroq urdiradigan qismiga o'tamiz. Dvigatel. Chevrolet Cobalt 2026 tejamkorlik va ishonchlilikka urg'u beradi. Yoqilg'i sarfi kamaytirilgan, lekin harakatda yetarlicha kuchli. Shahar ichida ham, uzoq safarlarda ham u sizni charchatmaydi. Osma tizimi yo'llarimizga moslashtirilgan bo'lib, notekisliklarni deyarli sezdirmaydi. Rulga o'tirganingizda siz mashinani emas, mashina sizni tushunayotgandek bo'ladi. Bu avtomobilning eng katta kuchi uning muvozanatida. Narx va sifat, qulaylik va texnologiya, soddalik va zamonaviylik. Chevrolet Cobalt 2026 aynan shuni taklif qiladi. U hashamat bilan maqtanmaydi, lekin har kuni ishonch bilan xizmat qiladi. Ba'zan bizga shunchaki shunday mashina kerak bo'ladi, to'g'rimi? Va endi eng muhim savol. Nega aynan 2026 Cobalt haqida hozir bilishingiz kerak? Chunki ba'zi o'zgaryapti. Teleblashyapti. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Bugun bilganingiz, ertaga to'g'ri tanlov qilishingizga yordam beradi. Agar videoni o'tkazib yuborsangiz, qimmatli ma'lumotni boy berasiz va balki aynan sizga mos keladigan avtomobilni ko'rmay qolasiz. Oxirigacha eshitganingiz uchun rahmat. Agar siz ham soddalik, ishonchlilik va zamonaviy ruhni bir mashinada ko'rishni istasangiz, Chevrolet Cobalt 2026 sizni befarq qoldirmaydi. Bu Auto View Hub edi. Kanalda qoling, chunki eng qiziqarli avtomobil hikoyalari hali oldinda. Va unutmang, agar videoni o'tkazib yuborsangiz, qimmatli ma'lumotni boy berasiz.